Assalomu alaykum, zamonaviy tandir o'choq kuzatuvchilari. Navbatdagi ishimiz Samarqand shahrida bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bir boshidan shu yerga bitta gaz plita o'rnatib berdik. Ustanovkalari bilan xudo xolasa bo'ldi. Yoniga bir 30 litrlik qozon o'choqlarni yasab, shu holatda mana gazlarini, shilankalarini olib kelib qo'ydik. Bu o'chog'imizni ham o'tinga, ham gazga moslashtirilgan va tutuni shu mangaldan chiqib ketadi. Xo'p, mangalimiz 80 talik mangal bo'ldi. Shu holatda bitkizib berdik. Yoniga bitta 60 talik shunaqa mo'yka. Mo'ykasini suvini shu ariston orqali isitadigan qilib, aristonlarni ham ustanovka qilib, joyida qilib qo'ydik. Joyi chegaralanganligi uchun рабочий stolni shu holatda o'rtaga bar ko'rinishida qilib berdik. Taglariga ham narsa qo'ysa bo'ladigan qilib, chiroyli qilib faskalarini tumaloq qilib ochib berdik. Tepasini o'zimizning Ko'ksaroy toshlaridan bo'ldi. Fasadniy qismidagi g'ishtlarimiz Turkmanistonda shu Ablisning fasadniy g'ishtlaridan urib berdik. Tomigacha shunaqa qilib mo'rilarni urib, chiroyli qilib mana tunka foniga ham zang yetkazmay olib chiqib berdik. Bu yerda santexnika, elektrika ishlari ham bo'ldi. Hammasini bittada qilib chiqib ketdik. Faqat bitta joyi qoldi, shu suvlarini, gazini qayerdandir olib kelib ulayman dedi o'zi xonadon egasi. Shuning uchun shuni qoldirdik. Qolgan tarafi xudo xolasa tayyor holatda, tutamaydi, odamga issiq urmaydi. Shunaqa qilib mangalimiz ichini ham zubli qilib, tutun aylanib chiqib ketadigan qilib qo'yganmiz. Agroponiya g'ishtlar bilan o'zimiz mana qilib figuralarni ochib, chiroyli qilib laglab qo'ydik. Shunaqa yozga oshxona qildirmoqchi bo'lgan bizni kuzatuvchilar shu ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz. Chiroyli qilib xonadoningizga go'zal qilib yasab beramiz. Sog' bo'linglar.